Yurtimizda xotin-qizlar bandligi masalasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ham iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shish, qolaversa, ayollar bandligini ta'minlash maqsadida trikotaj kiyimlar ishlab chiqarish korxonasi barpo etilgan. Bugungi kunda korxona ishlab chiqargan kiyimlar xorijiy mamlakatlarga eksport qilinmoqda. Hozir shu haqda. Kattaqo'rg'onning Mundion mahallasi hududida shu paytgacha birorta korxona bo'lmaganligi sababli ishlayman deydigan ayollar ham ish o'rniga ega bo'lmagan. Go'zal Ibodullayeva o'sha kezlarda ham o'z hunari bilan oilasining kam ko'stini to'ldirardi. Bu yer ochilmasdan ancha oldin mahallamizda, Mundion mahallasidanman o'zim. O'zi mahallamizdan ham ish keladi, ochiladi deb aytib yuradilar. Birinchi shu maykalarni etagini rashma qildim. Keyin o'zi bir haftadan ziyodroq ishladim rashmada. Ishlarim yaxshi, keyin boshqa masterlikka qabul qilishdi. Ishlarim yoqadi o'zimga. Yaxshi, oilamga foydam tegishidan xursandman. Tumanning eng chekka mahallasi Mundionda yangi korxona ish boshladi. Yangi ishlab chiqarish korxonasi Go'zal Ibodullayeva kabi mahalla ayollari uchun ish o'rinlari yaratibgina qolmay, tumandagi eksport salohiyatini ham oshirdi. Bugungi kunda 100 kishi hozir ishlayapti. 200 kishiga chiqarish niyatdamiz hozir. Hozir ayollardagi mayka, futbolka chiqarilyapti. Bundan keyin o'g'il bolalarning maykasi, futbolkasi, hozirgi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz hammasi to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga eksport qilinadi. Ilgari uyda o'tirib tikuvchilik qilardik. Endi esa qo'limizda yaratilgan mahsulotlar chet elga sotilyapti. Bu biz uchun katta imkoniyat va faxr deydi mahalla ayollari. 13 milliard so'mlik investitsiya hisobiga tashkil etilgan korxonada 100 nafarga yaqin mahalliy xotin-qizlarga doimiy ish o'rni yaratildi. Ular erkaklar va ayollar uchun kiyimlar ishlab chiqaryapti. Yangidan ish boshlagan korxona chekka mahallaning iqtisodiy taraqqiyoti va ijtimoiy hayotida katta o'zgarishlarga zamin yaratdi. Ushbu tadbirkorlik subyektini qo'llab-quvvatlash maqsadida respublika byudjetidan 600 million so'm pul ajratilgan. Ushbu mablag' evaziga qo'shimcha 7 kilometr elektr liniyasi tortib kelib beriladi. Bo'sh turgan binoni turkiyalik investor tomonidan sotib olinib, 13 milliard so'mlik tikuv fabrikasi tashkil qilindi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar to'liq eksport qilinadi. Eksport hajmi 1,5-2 million dollar bo'lib hisoblanadi. Qishloq ayollarining har biri chevarchilikda uddaburon. Zamonaviy uskunalar bilan tillashish ham qiyin kechmayapti. Muhimi ular ishli bo'lgandan xursand. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.